Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Mana bugun 3-darsimizni ham boshlab olamiz. Bu darsda ko'rib chiqadiganimiz konsol log, ya'ni brauzer konsoli haqida gaplashamiz. Konsol log asosiy vazifasi nima? Konsol log yordamida biz o'zgaruvchilarda yoki hisob-kitoblarda natijasini ko'rib olish yoki xatoliklarni ko'rish uchun foydalanamiz asosan. Xo'p, mana biz bitta JavaScript dars degan papka ochib olganmiz va unga JS papkasini ochib, ichiga main.js yozib olganmiz va buni misol uchun H1 yozib turib console log deb title qo'yib oladigan bo'lsak va script source yozadigan bo'lsak, xo'p, endi bu joyga ulab olamiz JS main.js. Ya'ni o'tgan darsimiz, ya'ni ikkinchi darsimizda ko'rib chiqamiz. JavaScriptni eng ko'p shu usulda ulab ishlatamiz. Ya'ni bodyni eng tagidan va HTML taglar tugagan qismidan foydalanamiz. Xo'p, buni endi ochadigan bo'lsak, mana chekirdik. O'tgan safar kodlarimiz bor ekan, buni o'chirib olamiz. Xo'p, endi bu joyda brauzer konsolida konsolni ko'rishimiz uchun console.log dan foydalanamiz va bu funksiya qavslar ochib olamiz va bu joyga xohlagan narsani yozishimiz mumkin. Misol uchun bir nuqta virgul qo'yib qo'yaman va buni open line server qilib ocha olaman. Xo'p, brauzer konsolni ko'rish uchun biz mishkaning o'ng tarafini bosib inspect yoki посмотреть kod qilamiz. Xo'p, buni ochgandan keyin bu joyda mana bizda konsol degan bo'lim bor va bu joyga o'ta olamiz. Mana ko'radigan bo'lsak, bir chiqdi bizda. Ya'ni nechinchi qatordan? main.js birinchi qatoridan. Hozircha qanday yozilishini ko'rib tursak bo'ldi. Keyin darslarimiz mobaynida buni yana ko'ramiz. Xolasalang log deb turib mana bu belgi borini yozish orqali tezroq yozsalangan bo'ladi mana. Masalan, 2 ni chiqardim. Mana 2 chiqyapti. Nechinchi qatordan mendan? main.js ikkinchi qatordan chiqyapti. Mana ko'rib oladigan bo'lsam ham, bossam ko'rsatadi menda ikkinchi qator. Misol uchun yana yozishimiz mumkin. Konsol log va bunday qo'shnilarning ichidan misol uchun Doniyorbek desangiz ham bo'ladi. Bemalol va saqlanib qilib ko'rsangiz, mana biz konsolga yozgan narsalarimiz UI'da ko'rinmaydi, faqatgina shu brauzerda konsolida ko'rinadi xolos. Shu ko'rinishda biz xatoliklar yoki hisob-kitoblarimizni konsolda ko'rib olib turib, keyin UI'larga taqdim qilishimiz mumkin, ya'ni ekranga chiqarishimiz mumkin. Shu asnoda biz konsoldan foydalanamiz. Bugungi darsimizga shular. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Keyingi darsda ko'rishguncha